Bizning Nava programmamizni izchil ko'rib kelayotgan nurg'ulg'an tomoshabinlarimiz qaydan bo'lsa kerak. Biz har son Nava programmamizda eng oxirida o'zimizning taklif mehmonlarimizni naqsh etib berishga taklif qilgan shunday bir qoidamiz bor. Biz programmamizning eng oxirida programmamizning taklif aziz mehmoni Dilnar xonimni naqsh etib berishga sahnamizga taklif qilamiz.
Qadrli tomoshabinlar, ekran oldidagi qadrli ko'rman, Şinjan televiziyasi Adabiyot san'at bo'limi bilan Şinjan uchur egrik cheklik mas'uliyat şirkati, Şinjan Lenisi tor bekiti birlikda hamkorlashib boshqarayotgan Navo programmamiz vaqt munosabati bilan mushayda oyoqlashdi. Esinglarda bo'lsin, agar sizlar o'zinglarga ishonsanglar, san'at jihat qobiliyatim bor deb qarasanglar, biz bilan aloqa qilishni unutmanglar. Navo sahnasi har vaqt sizlarni qarshi oladi. Chunki Navo sizning, bizning, shundaqla hammamizning Navosi. Hayır, hoş, kilerktanı görüşelim. Kızның нақшымыз жаңрайды, çalған сазымыз яңрайды. Jahanға яңрат нақшаңны